Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillazi hadana li hada ve ma kunna linehtediye levla en hadanallah. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Bu kelinni xonadoniga kuyov bolani jo'ralari qatorida tashrif qudum qilib kelgan mehmonlar. Mana bugunlik bir muborak kunda bir mo'min musulmon xonadonida Allohning buyrug'i, Rasulullohning sunnatlari, ulug'larimizni odatlaridan bo'lgan nikoh voqea bo'lyapti. Alloh taolo ikkala xonadonni ham fayz, futuh, barakotga to'ldirsin. Bu nikohga sabab bo'layotgan 2 yoshga uzoq umr, baxti, saodat, bir nikoh bilan serfarzand holatda hayot kechirishlikni Alloh nasib aylasin. Biz suhbatni boshladik. Suhbatimizni mavzusi taklif bo'ldiki, shu ona haqida gapirib bersangiz degan bir taklif bo'ldi. Juda yaxshi. Bu haqida ko'p so'ralyapti, aytyapmiz. Chunki juda oz, shuncha gapirib, shuncha eshitilsa ham, ayniqsa vodiyimizni Marg'ilonida onasini o'ldirishlikka nima deysiz? Qaysi vijdon, qaysi aql, qaysi qo'l bilan? O'sha qo'lchalarda u ona o'pganda, o'sha yuzda ona erkalatgan. O'g'lim, o'g'lim deb erkalatganda. O'sha onani o'ldiraman deb yugurayotgan oyoqchalarni ham birinchi qadam tashaganda o'g'lim yurdi deb oyoqchasini ham o'pganda o'sha ona. Lekin bilmagan, bir kun kelib meni bu o'ldiradi deb o'ylamaganda. Boshqa joydan o'zi chiqmaslik kerak-ku, bizdan chiqishligi uyat. Bizdan ayniqsa shu vodiyda Marg'ilonidan chiqishligi uyat. Onaya Payg'ambarimiz jannat onalarning oyog'ini ostida deganlar. Ota-ona rozi bo'lsa jannatga kiradi deyilgan. Endi o'tirib turasa, o'staka o'tirib turavering bo'ldi. Xo'p, nima qildi? Oshpazlarga ham aytib qo'yasa endi sal. Onani qarangki, nima deb o'ylaysizmi? Men aytamanki, vijdonan qaralsa, inson yig'lagisi keladi onaga. Nima ko'ryapti? Qarang, nima ko'ryapti ona? Nimani ko'rsatyapmiz? Alloh taolo Qur'onda bir necha o'rinda yaxshilik qilishlikka buyuradi-da. Alloh nimagaki buyurgan bo'lsa, qiyomat kunida so'rab oladi. So'raganda nima deb javob beramiz? Astag'izu billah va vasaynal insana bivalidayhi ihsana. Sadaqalloh. Buyuradi Alloh insonlarga ota-onaga yaxshilik qilishlik. Yaxshilikni chegaralab qo'ymayapti. Qarang, yaxshilikni chegaralab qo'ymayapti. Nima yaxshilik kelsa? Qarang, u kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, o'rtacha bo'ladimi, farqi yo'q, qilish kerak ekan-da. Ona arzimagan narsa ham ko'ngli ko'tariladi. Bir bola aytadi, "Qora aka, dadam boylar, rosa ham boylar" deydi. Shogird qilib berdilar-u, yo'l kiramga deb pul berdi ustamiz deydi. Undan orttirib bir 10 ming so'm chaqildim deydi. Dadamga mana dada deb bersam, shuna xursand bo'ptilar ayamga deydi. O'g'lingizni qarang debdi. Puli ko'p o'zi. Mashinasi ham, puli ham yo'g'i yetarli. 10 ming so'm pul deb gaday so'rasam deb berib yuboradi u tog'ayu, akayu. Lekin o'g'ildan 10 ming olib shunaqa xursand bo'pti. Bu nima desa, bu mehrda. Bu mehrda. Endi onamizni ko'zimizni oldiga keltiraylik. Ona shunday bir zotki turmushga chiqsa-yu,
farzand ko'rishligi kechiksa eng ko'p yig'laydigan zot ona bo'ladi. Ey Robbim, menga ham farzand ber, bag'rimga bosay. Ey Robbim, menga ham farzand ber, beshik quchoqlay. Ey Robbim, menga ham farzand ber, oq sut beray deydi. Shularga ko'ra, yig'i sig'ilar, nolalarga ko'ra siz-u biz dunyoga kelganmiz. U o'zimizdan o'zimiz dunyoga kelib qolmaganmiz. Ba'zilar bor ekan, onaga ham, otaga ham gapirar ekan, yomon gapdi-da. Sizlarda oq-vohlaringdan dunyoga kelganmiz. Sizlar istamagansizlar bizni deganlar ham bor ekanda. Shuning uchun sizlarni biz oldimizda hurmatlaring yo'q, Alloh bo'lsa bo'ldi deganlar. Bir tinnaqni yaratib olsin-chi. Ota-ona Xudodan yalinadi, yolvoradi, iltijo qiladi, Xudo beradi. Endi bo'ldi, shu bilan duo qildi, Xudo berdi, tug'ilib qolmaydi. 9 oy ko'taradi ona. Bu ko'tarish ham oson emas. Qo'limizga bitta zirava kirsa, olmaguncha xotirjam bo'lmaymiz. Onachi 9 oy ko'taradi. Yeyishida, kiyishida, yashashida halovatini unutib, halovatini yo'qotadi. Borgan sari, bola katta bo'lgan sari umidsizlanish boshlanadi. O'lib qolsam-chi? O'lsam ham tug'aman deydi. Doktor ayniqsa, ichida xolis chataq desa, mayli bolamni ehtiyot qilaylik, bolam tug'ilsa bo'ldi. Mendan bir zurriyot qolsin deydi. Shu ona bo'ladi. Onani qarangki, kechasi osmonga qarab yotolmaydi 9 oy. Ha, desa nafas qaytadi bolam. 9 oy osmonga qaramasdan yotishdi ayting. Siz-u biz bunday uxlayotganingizni kamerangizni yoqib qo'yingda, aylanib turib yotamiz-da. Bir xil yotolmaymiz. Lekin onachi bolasi uchun bechora yo o'ng yo chapga qilib yotdi. Pastga ham qarab yotmaydi. Nimaga? Bolam dimlanib qoladi deydi bechora. Shu mashaqqatni nima uchun zimmasiga olyapti? Shu mashaqqatni bir kun kelib rohatini ko'raman deydi. O'lsam orqamdan duo qiladi deydi. O'lsam orqamdan duo qilguvchi bo'ladi deydi. Shamimni yoqguvchi deydi. U Qur'onni xushlaydi, e'tiborga olib nima qiladi? Meni eslaydi deydi. Qariganimda deydi, yonimga kiradi deydi. Lekin qani kiryapmiz? Endi bola katta bo'lgan sari mashaqqati yana oshadi. Mashaqqati yana oshadi. O'tirib turishi qiyinlashadi. Bolani ehtiyot qilishi ko'payadi. Nimaga desa, bolani biror narsaga tegizib olmay qonnim o'l, bolam nobud bo'lib qoladi deydi. Qoqinib ketmay yiqilsam bolam nobud bo'ladi deb ehtiyot qilishini aytmaysizmi? Endi bola jicha qimillamay qolsa, onadan ko'ra ilhaq yo'qda. Nima bo'ldi-kim bolam? Ey Robbim, bolamni salomat qilgin, meni o'ldirsang ham bolamni salomat qilgin deb so'ragan ham shu ona bo'ladi. Onani qarangki, tug'ishligi ham oson emas-da. Biz tezda esdan chiqaramiz u, oson emas. Nimaga deyilsa, chunki onani to'lg'oq tutayotgandagi bitta ingraganini haqqini ado qilolmaydi farzand. Onasini 7 marotaba yelkasida opichlab haj amallarini qildirib yana uyga ko'tarib olib keladigan bo'lsa, bitta ingraganini haqqini ado qilolmaydi. Boshqa haqlarchi? Kechalari beshik tebratganlarichi? Bemor bo'lganda bag'riga bosib tong otkinga cho'r uxlamasdan chiqqanliklarichi? Yo'inki sassiq najosatini ishtonchasini to'ldirib qo'ygan paytda begona odam burnini bekitib puf deydigan sassiq najosatini qo'liga latta o'ramasdan, salafan o'ramasdan, pechatga kiymasdan, non ushaydigan, ovqat ushaydigan qo'lida tozalaganligini haqqichi. Ijirg'anmasdan tabin og'ziga duonan. Bitta yig'raganda haqqi 7 marta ko'tarib borib olib kelish ado bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa haqlarni Xudo so'rasa nima deymiz? Nimamizni ko'rsatamiz? Bola
Dunyoga kelayotganda onani umurtqalari uzilib ketarkan. O'lib qolay derkanda. O'shanda ham bolani ehtiyot qiladi-da. Bolam deydi bechora. Mayda chomirchalari uzilib, suvaylari qarsillab, endi bola dunyoga keldi. Shilimshiq, parda, qon, suvda turgan bola. Qonni hidi guppillab turgan qip-qizil go'sht dunyoga keldi-da. Artmasdan nima qilib, shunday onani ko'kragiga qo'yadi-da. Onani qarang, tabi nozik, didi nozik bo'lgan, arzimagan narsaga burnini puf deb ijirg'anaydigan ona qonni hidi guppillab tursa ham shuni itarib yormaydi-da. Bolam deydi-da. Tek qo'ysa deb yalab orar ekan. Tek qo'ysa yalab qurib tashir ekan. Nimaga bolasi-da? Endi doktorlar aytsaki, o'g'il tug'dingiz yo qiz tug'dingiz, sog' salomat didixon bo'lsa, butun og'riq, mashaqqat, qiyinchilik, zahmat hammasini unutar ekan. Haligi jicha oldin o'lib qolay deb dodini ham esdan chiqarar ekan. Uni o'rnini umid egallar ekan. U umid nima? Chunki bir inson bir urug'da ekar ekan, albatta u urug'dan bir narsani qasd qiladi. Bir inson bir ko'chatni ekar ekan, albatta o'sha ko'chatdan bir narsani umid qiladi. Siz u bizdan umid qilmaydi deysizmi? Qarang, siz u bizdan umid qilmaganmi? Qilmaydimi? Umidiga yetkazaldingmikan? Yoki so'radingmi, onajon, men dunyoga kelganimda doktorlar o'g'il tug'dingiz yo qiz tug'dingiz, sog' salomat deganda mendan nimani umid qilardingiz? Nimani orzu qilardingiz? Men orzungiz, umidingizga farzand bo'lib yetkazaldimmi deb so'raganbizmi? Onani qarang, umid egallar ekan. U umidi nima desa, otamdan ko'rmagan, onamdan ko'rmagan, akamdan ko'rmagan, ukamdan ko'rmagan, hatto erimdan ko'rmagandi, shu bolamdan ko'raman derkan. Nimani ko'rsatdik? Nimani ko'rsatyapmiz? Iynasini ko'rsatyapmiz. Aytalasizmi? Ona mendek farzandga ona bo'lib maza qilyapti deyalasizmi? Mana maza qilyapti deyalasizmi? Maza qildirib qo'yapti. Mana o'tgan payshanba bilan bu payshanbani o'rtasini olib qaraylik. Kim bir juft somsa yediraldi? Olib kelib, onajon, somsa yegiz kelib qolgandir. Keling, birga nonushta qilamiz deyaldikmi? Kechasi 12:1gacha salak qilgan bola yoki telefonga termilib 12:1 internet aylanib qolgan chor telefondan ko'zini uzmagan bola nonushta qiladi deb o'ylaysiz, kamida 9 da turadi. Turibaq uylangan bo'lsa xotinga beradi, 4 ta tuxum pishir deydi. Aytmaydiki, onamga, otamga 2 donadan yo 1 donadan bo'lsa ham tuxum pishirib berdingizmi demaydi, lekin o'zimiz yaxshi ko'rganimizni qarang. 4 ta tuxum pishir. Ya onani o'ziga aytiladi. Aya, 4 ta tuxum pishiring, men turyapman. Payg'ambarimizning oldilariga Jabroil alayhissalom ahrobiy suratda keldilar. Oldilarida turgan sahobalar aytishadi. Shunday bir ahrobiy odam keldiki, birortamiz tanimaymiz. Lekin safarda asari yo'q. Safarda asari chochlar chang bo'lgan. Ustuvashlarda g'ijimlik asorati bor. Toliqishlik nima? U zotda-chi desa, u zotning sochlari qop-qora, chang yo'q. Ustuvashlari tip-tiniq. Charchashlik nimasi yo'q. Taniymiz desa hech kim tanimayapti. Uzoqdan kelgan desa asorati yo'q. Rasulullohning oldilariga tizzalariga qo'yib bir necha so'roq savol bo'lib, shulardan bittasi qiyomat alomatlari haqida so'ralganda, qiyomat alomatlaridan bittasi onalar dunyoga o'zlariga buyruq berguvchi farzandlarini dunyoga keltirishlik debdilar. Aya, ko'ynagimni yuvib qo'ying. Aya, ko'ynagimni dazmollab qo'ying. Aya, shimimni yuvib qo'ying. Hatto patinkamni dazmollab qo'ying deydiganlar bor. Patinkamni yog'lab qo'ying deydiganlar bor-da. U ona u. Sizga u xizmatkor emas.
Onani xizmatini, otani xizmatini farzand qilish kerak. Lekin onachi bechora qilyapti-da. Onasiga ish buyurmagan odam bormi hozir chetda? Men deb turaylikchi? Yo'q, tura olmaymiz, chunki buyurganmiz-da. Telefonda bo'lsa ham aytayapti. Shoshilyapman, ko'ylagimni dazmollab qo'ying. Qaysirisini? Hali ko'ylaklarga boradigan oqini deydi. Bechora ona manaqasiga olaylik. Shu ona bo'ladi. Qiyomat yaqin ekanmi? Endi qarangki, onaga nimani ko'rsatyapmiz? Yarim piyola qaymoq issiq yarimta non olib kelib, billa nonushta qilalyapmizmi? Yegisi kelmaydi deb o'ylaysizmi? To'yga borib ona maqtanyapti. Nimamish? To'yda qarang, papaq somsa qo'yyapti, maza qilib yedik deyapti. Nimaga yemaganda? Siz u biz yedirmasak, qo'shnimiz yediradimi? Sizni bizni dunyoga kelishimizga sabab bo'lgan 9 oy qornida ko'targan onaga siz u biz yedirmasak, qo'shni yediradimi? Onani oldida farzand ekanda sal borini ham gapirish kerak ekanda. Yaxshi pul topyapman, yaxshi qilyapman ishni, yaxshi kiyyapman, yaxshi ham yeyapman, daftarga yozdirib bo'lsa ham yeyapman onajon deyish ham kerak ekanda. Nimaga desa, qachon qarasa o'pkani ko'rsatadi-da. Ha, desa magazinning ijarasini berish kerak, shogirdga pul berish kerak, ulgumayapti, palon bo'lish kerak, piston. Bechora ona rahmi kelganda plastigini ham berib yuboryapti. "Men o'g'lim. Men o'g'lim" deyapti. Bu kishi maza qilib ishlatyaptilar. Ona bechorani ustuvoshichi. Ona bechora ko'rmasda nimaga desa, shashlikxonada shashlik pishirayotganini bechora ko'radi-da. Somsa past somsani tandirda ustida turib uzayotganini ko'radi-da, hidini hidlaydi-da. Yegisi kelmaydi deb aytalasizmi? Insonku onamiz ham, inson onamizda ham ishtaha bor. Onamizda ham ko'ngil bor, yegisi keladi. Siz u bizdek o'g'li bo'lgan onani ko'ngli ezilib o'tib ketadi-da bechora. Chunki yedirmasak ko'ngli eziladi. Biror marotaba onamizni ko'zlariga qarab, onamizga indamasdan ham nonni orasiga 2 dona shashlikni olib kelib, yoki bir jup somsani olib kelib, onajon yeb oling deganimizda, o'g'lim ichimni qayerdan topdingiz deganini eshitganmisiz? Qarang, ichimni qayerdan topdingiz? Ha, ona ichingiz nima edi desa, shuni yegim kelib turuvdi deganini eshitganmisiz? Ha, olib kelmasak qayta aytadi bechora. Bir joyda bir 15-20 tacha bolalar bilan gaplashib, shularga shu haqida gapirsam, bir bolaga ta'sir qilib uyga borib onasiga, xotiniga aytdi. Xotin, ertaga bozordan kelganimdan keyin maqtanaman. Bozor zo'r bo'ldi, qo'l-qo'liga tegmadi. 3-4 marta qo'qonga odam chiqarib narsa olib kelib, karobka pulga to'ldi deysan. O'shanda ham yetmay qoldi narsa. Deyman. Shundasi dadasi, agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, 2 dona giril olib keling deysiz. Qani onam nima qilarkinlar? Holatlari qana bo'larkin? Xo'p, ertasiga deydi, bozor haqiqatda zo'r bo'ldi-da deydi. Qo'l-qo'lga tegmayapti. Shogirdlar haqiqatda 5-6 marta Qo'qondan odam chaqirib narsa olib keltirdi deydi. Karobka pulga to'ldi. Ertaroq qilsam bo'lmasmikan shu gapni deydi. Yolg'onchi bo'lmadim deydi. Kechqurun kelib ayolim, onam o'tiribmiz, bolalar, kichkina bolalar nariroqda. Xotinimga maqtansam, "Aya dadasi, agar yaxshi bozoringiz bo'lgan bo'lsa, 2 dona giril olib keling" dedi. Onamni qarasam, ko'zlari yalt-yalt yondida. "O'g'lim, agar bozoring yaxshi bo'lgan bo'lsa, 1 dona to'rg'ama shashlik olib kelgan. Qandaydir yegim ko'p qo'yildi" debdilar-da. Tashqariga chiqib dod dedim deydi. 40 ga kirayotgan bo'lsam, hali onam menga biror marotaba shuni. Nimaga? Chunki qachon qarasa o'zimni yo'qligini gapirar ekanman-da deydi. Bizchi onamiz aytalyaptimi? Dabdurustdan aytib o'raladimi? Yo'q. Ona ekanda farzandidan shirin so'zni ham kutar ekan, qarang. Shirin so'zni. Lekin siz u biz farzand bo'lib turib, otamizni, onamizni oldida o'zimizdan kattani yasab olib, qirimizni chiqarib turamiz-da. Ota-onaga u yoqmas ekan. Ota-onaga keng fe'llik, shirin suxan bola yoqar ekan. O'tidan kirib suvdan chiqadigan bola yoqar ekan. Ota-ona ham kutar ekan, shu bolam boshqachada
Chunki gaplashsang mazza qilasan. Ko'nglingni oladi, dildagi g'ashlikni, g'uborni oladi. Shu bolamni kutaman-da deydigan gap so'z ham qilish kerak ekan. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astag'izu billah va qul lahuma qawlan karima." Ayting ularga yaxshi gaplarni gapiring, ko'ngillari ko'tariladigan gapni gapiring. Bizi onamiz bizni nima, qaysi so'zimizni yaxshi ko'rishini bilasizmi? Shu farzandim shu so'zni aytsaydi deb yurganini ham bilamizmi? Bir qadrdon tanish bor edi. Shu aytadi: "Onam oxirgi holatda yotibdilar" deydi. Men onamga deydi, "O'sha siz kitobda o'qib berganingizdan keyin onamni oldida o'zimni katta olib, qirrama chiqarishni yo'qotdim" deydi. Onamni oldilarda deydi, yosh bolaga o'xshab gapirib, yosh bolaga o'xshab qilishda o'rgandim deydi. Onaga o'sha yoqar ekan. Bir kun erkalanib, ha, esingizda bo'lsa, sizni qorningiz och bo'lsa ham bizni qornimizni chaynab to'ydirib, keyin o'zingiz yerdingiz. Bir gap aytsam, xo'p deysizmi? Qo'limdan kelsa. Pechenni bilan deydi, bo'lichkani shunday aralashtirib, chaynab, shuni yeb bering deb barmog'imga qo'yib bersam, uyat bo'ladi. Bo'lmasam xafa bo'laman. Xafa qilmayman sizni o'g'lim. Keling deb og'zlariga ochirlab, ne sosam yutdilar-u deydi, ko'zlaridan shunday yosh keldi deydi. Ha, ona nimaga yig'layapsiz? Bu xursandchilik yoshi. Chunki shu bo'lichka, shu pechennidan qancha yegan bo'lsam, bunaqasini men yemagan edim. Chunki bunga sizni mehringiz qo'shilibdi debdilar-da. Shunaqa erkalanib bir kun onam deydi, jon taslim qiladigan holatga yetib keldilar. Og'ir holatda yotibdilar. Lekin so'zlari, butun gaplari bor, aql joyida. Hech kimga onasini topshirish oson bo'lmas ekan deydi. Oxirgi holat. U doktorni olib kelyapman, bu doktorni, oxiri bitta professorni olib keldim. Davlinalarini, ko'zlari, hamma yo'qlarini ko'rib tashqariga chiqib omonat qopdilar. Hamma narsani mazasi bo'ladi. Hovlini ham mazasi bor. Hovlini mazasi ota bilan ona bo'ladi. Meni ota-onam o'tib ketgan hovlimning mazasi ketgan. Sizda ona hayot ekan, 3 soatlik umrlari qoldi. Gapga solib turinglar, uyquda ketib qolmasinlar. G'animat biling, ertaga hidlari tugul izlarini ham topolmaysiz. Onam deysiz, borasiz qabrga, ko'rmaysiz ham, ovozlarini ham eshitmaysiz. İçiz boshqacha bo'lib, g'alati bo'lib kelasiz. Shuning uchun hozir oldingizda hayotlar nafas olyaptilar, to'yib oling. Qarang, to'yib oling. Ertaga topolmaysiz. Akamga, ukamga, opam, singil hammalariga tayinladim. Gapga solib turaylik, uyquda ketib qolmasinlar. Gapga solib turaylik, uyquda ketib qolmasinlar deb gapga solyapmiz deydi. 2 soatda gap tugadi deydi. Qarasam uyquga sekin tortyaptilar. Oyoqlarini qimillatib, "Aya, ha o'g'lim, bir gap so'rasam maylimi? Endi qo'limdan kelmaydi." Qarang. O'sha kunga cho'r qo'limdan kelsa mayli deyilayotgan gap yo'q o'sha kunda. Ichimdan boshimdan bir narsa kirib, tovonimdan chiqib ketdi. Nimaga? O'sha gapni o'rniga endi qo'limdan hech narsa kelmaydi-da, o'g'lim, holatimni ko'rib turibsiz-ku, dedilar. Yig'lab kelyapti-yu, yig'lashimni ko'rmasinlar deyapman-da dedi. Ichim bir g'alati bo'ldi dedi. Aya, qo'lingizdan keladigan narsa so'rayman. Ha, so'rang. Orzungiz, armoningiz bormi debdi. Desam, bir ko'zlarini qattiq yumib oldilar dedi. Uxlab qoldilarmi-ki deb oyoqlarini qimillatdim, ko'zlarini ochdi. Ha, ya. Hoja, bu armoningiz bormi desam, ko'zingizni yumib oldingiz. Desa, qilalasizmi? Ha, qilalaman. Bor debdi-da. Qilalasizmi? Ha. Shunaqa yig'ladilar dedi. Ko'zlaridan shunaqa yosh oqyaptiki, ro'molcha durra qo'l bo'lib ketdi dedi. Aya, armoningiz bormi desa, ko'zingizni yumib oldingiz. Armoningiz bormi desa, yosh oqyapti. Ayting, chunki vaqt oz qolyapti. Holat oyoq sovishni boshlagan dedi. Qo'rqyapmanki, aytib olsinlarda, aytmasdan ketib qolmasinlarda. Chunki o'lgunimcha o'zimni kechirmayman-da. Nima edi ekan shu armon? Nima edi ekan shu orzulari? Shuncha o'g'il, shuncha qiz boqib, shuncha katta qilib, nevaralarga cho'r beshigini tebratgan bo'lsalar-u, bir kosa ovqatni haqqini ado qilib qo'yay deb
o'g'li qizini ham terayotgan bo'lsalaru, armon bilan ketsalar, orzu bilan ketsalar deb o'zim kechirmas edim. Deb aya deb maqsam, ha o'g'lim, armoningiz bormi desa, ko'zingizdan yosh oqyapti, durra ro'molcha ho'l bo'lib ketdi desa, qilalasizmi? Ha, qilaman. 35 yildan beri kutayotgan armonim bor, orzuyim bor. Nima ona shu armoningiz? Qilalasizmi? Ko'zlaridan yosh oqib, yelkalari qimillab, qiqir qilib yig'ladilar dedi. Baqirib yig'ladilar dedi. Agar armoningiz bormi desa, ko'zingizni yumib oldingiz. Armoningiz bormi desa, ko'zingizdan yosh oqdi. Armoningiz bormi desa, yelkangiz qimillab yig'layapti. Nima o'sha armon? Ayting. Desam, bir to'xtaldilar-da, o'zlarini tutib, po'killashdan to'xtab, o'g'lim 35 yildan beri meni kuttirgan va men kutgan orzu, armon, men sizni sog'indim degan sizni so'zingizni sog'indim. Kutardim. Chunki buni akangiz, ukangiz, opangiz, singillaringiz aytmagan. Siz bo'lsangiz bog'chadan kelib aytardingiz, "Aya, men sizni sog'inib qoldim" derdingiz. Hatto kechasi uxlab, ertalab turganda ham, "Aya, men sizni sog'inib qoldingiz, uxlab sizni ko'rmasdan sog'indim" derdingiz. O'sha so'zni men aytmay qo'yuvdingiz. 35 yil kutdim-da o'g'lim. Shu so'zingizni bir marta aytsangiz edi, men armonim qolmas edi. Ichimdan bir hayqiriq deydi, bir o'kiriq keldi-da deydi. Bir baqirib turib, oyoqlarini quchoqlab turib, onajon, men sizni sog'indim deyishimni bilaman. Ey Robbim, dunyoga farzand keltirib, onalik baxtidagi onalarning eng omadlisi men. Chunki bolamdan shu oxirgi so'zni men eshitdim. Men farzandlarimdan roziman, sen ham meni farzandlarimdan rozi bo'lgin dedilar-da, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb jon taslim qildilar deydi. Endi ichidagi meni azoblanishimni qarang. Shu so'zni aytgan ekanman. Nimaga kunda aytmadim? Qarang, nimaga kunda aytmadim? Shu so'zni kechasi uxlab tushda ko'rmagan, ko'zim yumilgandan ko'rmay qolib, ertalab sog'indim degan bu tana nimaga aytmadi boshqa kunlarda deb o'zimni kechira olmay yuribman-da domla deydi. Lekin aytdim u deydi, lekin kech aytibman-da deydi. Siz va bizchi qachon onamizga aytganingizni eslaylamizmi? Onamiz unday qo'llarini ushlab, "Onajon, men sizni sog'inib qoldim" deb ishdan kelganimizda qarang, ko'chada ishlab sizni ko'rmasdan sog'inib qoldim deganimizni eslalamizmi? Ko'ngil uchun agar aytsak qanday bo'larkin, ularning ko'ngli. deb bag'riga bosib, peshonamdan o'pib, boshqachasan-da o'g'lim deb qolsa, Alloh ikki dunyoda bizni boshqacha qilib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni rushda hidoyatda qilsin. Iymonlarimizni Alloh salomat aylasin. Ota-onalarimizni xizmatini qilib, duolarini olib, jannati bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. Alloh